Bu refrigerator 8 metrlik. 10 tonnalik Isuzu bu. 200 kuba gaz baloni bu. 12 ta. Aka, mashina avval bitta ko'rib chiqamiz. Keyin siz bilan boshqatdan bitta savdo qiladi. Bo'ladimi? Xo'p. Keling. Balon qismlari qanday turibdi aka? Balonlar mana 90%, oldin arkasi yangi. Bir xil vaqtda qo'yganmiz. Hali vaqtda ishni yuribmiz. 12 ta gaz baloni bor. 12 ta gaz baloni 200 kuba gaz ketadi. Mashinaning budkasi 50 kuba, refrigerator xaladellik. 8 metr uzunligi mana ichi. Akalik haqiqatdan mashina ichi bo'lgan dahshat ekan. Bahaybatgina mashina. Olsangiz baraka topayotgan joy ekan shu mashina. 1 gram ishi yo'q. Ko'pchilikga qiziqda mashina qayerkidilar. Mashinamiz qayerki? Samarqandga, Samarqand shaharga. 1 gram ishi yo'qdi. 1 so'm xarajati yo'q. Gap yo'q. Mashina juda moyka ham qilinmagan mashina. Lekin men sizlarga tavsiya beraman. Aka, endi bitta narxda kreditni bo'lsa beramizmi? Yo'q akajon, kreditga bera olmaymiz. To'g'ri kelmadi. Aka, $47 ming ham mayda pul emas aka. Kreditga to'g'ri kelmadi. Bu gapni ayting, ko'nglingizni ayting aka, bitta eshitaylik. Mana xalq bilan birgalikda kreditni yarim qo'ying, kreditni yarim. Kreditni yarim. Ha, kreditni yarim qo'ying. Aka, shu biron kishi shu yoqdan kelib olaman desa, shu xalqdan, shu obunachilardan bir kishi kelib olaman desa, o'tib berayotgan joy bormi? Naqd pul bilan kesin gaplashamiz, o'tamiz. O'tib berayotgan beramiz. Ko'rdingiz, yana savdosi bor. Aka, juda mehribon akalar. Mana shu yerda katta restoran quryapman. Shuning uchun sotaman, srochli pul kerak deganlar uchun. Remont qilish kerak. Mashinani ko'rdingiz, sizlar uchun savdolashib oldik. Srochli pul kerak ekan. Aka, gap ha? Gap. Gap.